Arzonroq mashina so'raganlar uchun bugungi mashinamizni Nexia 1 2007-yil probegi 303 ming. Mashinamizning holati zo'r. 3-paketli gazi bor. Hop, kraskasiga kelsak, kapotida kraskasi bor ekan, ichiga o'tmagan ekan. Mana shu orqa kalinkasida kichkinagina pitnosi bor ekan. Mashinamizning holati zo'r. Okamiz yaqinda $500 polni motorini, hadovoylarini zo'r zapchastlar bilan, original zapchastlar bilan remont qilgan ekanlar. Mashinamizning hech qanaqa texnik ishi yo'q. Hozir men sizlarga salon qismini ko'rsataman. Mashinamizning salonlari yaxshi chexollar taqib qo'yilgan, akkuratniy bo'lib turibdi. Bu prostoy gidravlika. Hop, probegi mana 303 ming. Mashinamizning holatini ko'rishingiz mumkin. Tishim akkuratniy haydalgan ekan. Bozorda xuddi shunaqa Nexia'lar $4000 atrofida sotilyapti. Biz bu mashinamizni $3700 ga berib yuboramiz.